gapiga quloq solmang. Odamlar nimalar demaydi. Musa alayhissalom bir kuni aytibdilarki, "Ey Parvardigor, bu odamlar meni balomat qilishaveradi, yo'q gaplarni gapirishadi. Bor aybni aytsa mayli, yo'q diniga aytishadi. Parvardigor, shu odamlar men haqimda menda bo'lmagan narsani gapirmasa, shuni sendan so'rayman" dedi. Shunda Alloh vahiy qilgan ekan. "Ey Musa, u sen aytayotgan narsa menda ham yo'q. Bandalar men haqimda nimalar demaydi, men sabr qilaman. Sen ham sabr qilasan." O'shuncha odamlarning gapiga ko'p ham parvo qilmaysiz. Gapiga quloq solmang. Odamlar nimalar demaydi. Musa alayhissalom bir kuni aytibdilarki, "Ey Parvardigor, bu odamlar meni balomat qilishaveradi, yo'q gaplarni gapirishadi. Bor aybni aytsa mayli, yo'q diniga aytishadi. Parvardigor, shu odamlar men haqimda menda bo'lmagan narsani gapirmasa, shuni sendan so'rayman" dedi. Shunda Alloh vahiy qilgan ekan. "Ey Musa, u sen aytayotgan narsa menda ham yo'q. Bandalar men haqimda nimalar demaydi, men sabr qilaman. Sen ham sabr qilasan." O'shuncha odamlarning gapiga ko'p ham parvo qilmaysiz.